muhandisi Kristian Gyugensga tegishli. Birinchi ishonchli dvigatel esa 1860-yilda fransuz muhandisi Etienne Lenoir tomonidan ishlab chiqilgan. 20-asrga kelib ichki yonish dvigateli avtomobil transportida asosiy dvigatelga aylandi. Dvigatel? Esa Bu nima degani? Oyimdan so'rayman. Oyijon, oyi, dadajon, qayerdasizlar o'zi? Dada? Yaxshi. Shu yerdamisiz? Dadajon, dvigatel nima degani o'zi? Buncha hovliqasan o'g'lim. Xayrli tong. Voy, uzr. Assalomu alaykum. Xayrli tong, dadajon. Va alaykum assalom. Dada, ichki yonuv dvigatel nima? Bu bizning yuragimiz. Unda nega dukillamaydi? Faqat vag'illaydi. Chunki bizning yuragimiz odamlarnikiga o'xshamaydi. Shuning uchun ichki yonuv dvigateli deyiladi. Baribir tushunmadim-da. Hozir senga tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu dvigatel deyiladi. Bu to'rtta aylana silindr. Uning ichidagilari portion deyiladi. Silindrda yuz beradigan portlash chog'ida Nima? Portlash? qo'rqma, bu katta portlash emas, shunchaki kichik chaqnash. Benzin bilan havo aralashmasi silindrga tushib, u yerdagi elektr tutashuvi orqali yuz beradigan chaqnashdan portlab, porshonni pastga suradi. To'rtta porshon birin-ketin aylanib, tirsakli valni harakatlantiradi. Tirsakli val esa aylanma harakatni uzatgichlar qutisiga o'tkazib beradi. Aylanma harakat uzatgichlar qutisidan g'ildirakka o'tkaziladi. G'ildirak aylangach, ana shunda biz ham yuramiz. Ajoyib, juda qiziq ekan-ku. Juda qiziq. Lekin odamlarning g'ildiragi yo'q-ku, ular qanday yuradi? Bu undan ham qiziq. Biz benzin bilan yuramiz, odamlar shakarda yuradi. Iye, shakar, hamma ham shakar yeyavermaydi-ku. To'g'ri, lekin odamlar yeydigan barcha ovqat tarkibida shakar bo'ladi. Ovqatdagi shakar qon orqali miyaga boradi. U yerdan elektr impulsiga aylanib, butun tana bo'ylab tarqaladi. Dada, odamlar elektrdan qo'rqadi-ku. Elektr ularni urmaydimi? Yo'q, juda past bo'ladi. Shuning uchun urmaydi. Miyadan berilgan topshiriq asab tolalari orqali kelib mushaklarga o'tadi. Mushaklar esa shu paytgacha saqlab kelayotgan shakllarni yoqish orqali harakatga keladi. Qoyil, men hammasini bilib oldim. Ichki yonuv dvigatelini ham, mushaklar harakatini ham bilaman endi. Nima deb baqiryapsan? Odamlar mushaklarda, mashinalar ichki yonuv dvigateli orqali yurarkan. Endi bilmagan narsam qolmadi. Menda na mushak bor va na ichki yonuv dvigateli. Lekin mana, yurib kelyapman-ku. Qanaqasiga? Men bilmagan narsalar ham bormi? Hali sen bilmagan narsalar juda ko'p. Aslida sen bilganlaringga emas, bilmaganlaringga ko'proq e'tibor ber. Shunda behudaga hovliqmaysan, ko'proq bilim olasan. Oyi! Ha, bola? Bugun shanbami? Iya, salom qani? Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Endi ayting, bugun shanbami? Yo'q, bolam. Bugun juma. Nimaga edi? Dadam shanba kuni bozorga olib boraman degandilar. Yana bir kun kutish kerak endi. Shunaqami? Bozordan nima olasizlar? Xo'sh. O'g'iltoyga shayni olamiz. Yangisidan, ha o'g'lim? Ha, yangisidan va kattasidan. O'zimniki eskirdi-da, oyi. Bugun shanba bo'lganida yaxshi bo'lardi-da. Seshanba, chorshanba, payshanba, juma. Kecha meni rasmga olishibdi. Ertalab suratimni uyimga jo'natishibdi. Qale, Zora? Bir ko'ray. Ma,
ehtiyot qil. Bu yagona nusxa. Tezlik soatiga 120 kilometr. Jarimaga tortildi. Bu nima degani? Qayerdan bilay? Ma'qul. Endi meni ajoyib suratim bor. Buni xonamga osib qo'yaman. Suratim sizlarga yoqdimi? Lekin baribir sizlarga uni sovg'a qila olmayman. Chunki yagona nusxada. Bugun yana suratga tushaman. Keyingi suratim sizlarniki. Rahmat, Spark. O'sha suratga oladigan joy qayerda ekan o'zi? Bog'chamizni yonginasida. Ko'chani boshida 2 kun bo'ldi o'rnatishganiga. Shumakan. Iya. Hey! Meni ham suratga olib qo'ying. Voy. Mana. Hoy bola, yo'lni o'rtasida. Kamerani tagida. Nima qilyapsan? Nega kulyapsan? Suratga tushyapman. Nima? Hozir suratga olmaydi. Nega endi? U faqat yo qizil chiroqda o'tganingda, Yo yuqori tezlikda kelganingda, qoidani buzganingda, yo piyodani suzganingda. har noma'qulchilik qilganingda suratga oladi. Shuning uchun unda suratga tushishni orzu qilmay qo'ya qol. Endi yo'ldan qocha qol. Voy. Suratga tusharmish. Tuzukmisan onasi? Ha, Dada, rasmlarim qalay chiqibdi? voy. Rasmlaringni narxi juda qimmat chiqibdi. Ha, endi shanbani ham, shinani ham unut. Voy, nega oyi? Seni har bir surating bu qoidabuzarlik degani. Qoidabuzarlik esa jarima degani. Jarima nima degani? Jarima bu qilgan qoidabuzarliging uchun to'lov degani. To'lov nima degani? To'lov biz shanba kuni senga olmoqchi bo'lgan shinani puli degani. Endi shinani o'rniga rasmlaringni tomosha qilib yurasan. Voy, kechiring dada. Men faqat rasmga tushmoqchi edim. Kamera rasmga olmaydi bolam. Kamera yo'l qoidalarini nazorat qiladi. Qoidalarni esa hurmat qilish kerak. Buni hech qachon esingdan chiqarma. Tushundingmi? Tushundim, dada.